yoki to есть hozir menda ton yo'q, ton yo'q. Qoshim, ko'zim bo'yalgan. Buni bu yerda qaytaramiz hozir. Teng. Qoshga teng. O'rtasida. Mana bu ekan, maniki. Mana bu. O'zichi любой teng bo'ladi-yu. O'shani ochroq, to'qroq korishnivoysi bo'ladi. O'shan bilan birga qilsa. Birinchi nimada taradingiz qoshimni o'shani ko'rsatinglar. Taradilar birinchi qoshimni, mana taradim. Hamma qoshimni ham taramasdim, shu qachon Bu ozgina qotgandan keyin bo'yayman, chunki ani geli bilan birga bo'yalib ketiladi. Ochida olasiz, o'rtadagi olasiz, ochida. mana. Shu mana rangi emas, mana. Birinchi shu ichlarini anaqa qilib, keyin o'sha yoqqa. Ichi qaysi ichi mashmi? Da. To'qroq bo'lganida. Kameraga qarangchi, men ko'ryapman. Da, Ko'raver ekan, buni nima qilinchi? O'tirsangiz bo'lmaydimi? Yuraymiz ketdi. Yo'q, siqilmaysiz. Men o'zi uyda mana shunaqa o'rganib ketganman. Da, o'tirib bo'yanaman. Har doim mana to'qroq olinganda, iloji boricha boshini to'qroqdan boshlamanglar deyman-da. Oxiri yo'q joylari bor, o'rtasida o'shandan boshlasanglar, уже keyin teng qolmaydi-ku, bo'yaganingizdan keyin o'shandan oldini, oldini bo'yaylik o'shan bilan deyman. Чтобы полностью qop-qora bo'lmasligi. To'g'ri ketyapman. Da. Chiroyli bo'yayapsiz-ku. O'zi qoshingiz chiroyli, siz просто to'g'ri bo'yaysiz. To'g'ri bo'yayapman, ha. Ikki xil chiqib qoladi. Sizda bir xil cho'tki chiqadi. Malika ochroq qildi. Nimaga ochroq qilaman? Chunki agar Malika unaqa chiqib qolsa, chunki nimaga och qilaman? Makiyajni to'xtatsangiz bo'ladi. Siz sal ko'payasiz. Yo'lga qilishga ishlatmasam. Bas o'sha ochuv joylariga qiling. Ko'p bo'lib qoldimi? Qo'lingizga, ya'ni bu joyga emas, ochuv joyini to'ldiring. Bo'ldi, keyin o'sha to'g'rilab olasiz. zo'r bo'lib haq etdilar. Chunki ko'pchilik mana seni ham ko'z bo'yayotgan